bu yoqdan biroz piyoda chiqar ekanmiz. Katta ko'chadan mana universitet shtrasse, bu taraf Syurix universitet. Mana bunisi. Tepaga chiqaman endi. Qaysi taraf ekan? Huntenstrasse. Shu Albert Einsteinlar mana shu ko'chada yashagan. Shani xotinni yashagan uy nimada ham bor. Ma'lumotlarda keyin o'zi Amerikaga ko'chib ketgan. Tepalikka chiqib ketib, o'sha nafasim sal sezilayotgan bo'lishi mumkin. Mana mana yovvoyi o'tlar o'sib yotibdi mana mahallani. Mana bunisida. Mana yovvoyi o'tlar degani chopmaydi-da bular. Bizda chiroyli ko'rinsin, yomon ko'rinyapti deb chopadi bular. Uylarda devoriga ham daraxtlar chirmashib o'sadigan o'simliklar o'sib chiqib ana bo'lib yotibdi. Albert Einstein yashagan ko'chalar. Mana hozir 36 ga keldik, 62 mi shunaqa edi. Domlalarimiz iltimos qiluvdi. Fizik, kimyogar domlalarimiz pensiyaga chiqqan. O'sha domlalarimizni iltimosiga ko'ra kelyapman. Yoqqa tez o'tib olaylik. Pastga yo'l bor ekan. Mana Huntenstrasse. Bugun yakshanba, hech kim yo'q, sokin. Bu yerda endi birinchi ayoli bilan yashagan menimcha Albert Einstein. O'zi birinchi ayol bilan keyin ajrashib ketgan. Amerikaga ketgan. Ama bu yerda mana BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota eng ko'p. Toyota ham ko'p, Mercedes, Renault mana tabiatga zararli gazlarni kam chiqaradigan mashinalar. Hammasi tepalikka qarab ketar ekan. Universitet haqida bir narsalar yozilgan mana bu yerda. Universitet Spital Zürich Kindertagstag. Mana 51 ga keldik. Videoni o'chiraman, sababi hajmi megabayt juda katta bo'lib ketadi qisqaroq videolar. Mana 52-54 ga keldik. Xaritaga qarab olaman. Necha edi? Tepalikka qarab ketyapmiz. 55 mana. Ko'rinayotgan bo'lsa. Mana bu kelgan yo'lim mana. Albert Einsteinning yashagan ko'chasi Syurixda va universitetga yaqin. Mana Huntenstrasse. Xaritadan ko'rish mumkin. Yonida mana Irrigarstrasse bor ekan. Hammaga omad, mana BMWlar.